Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlarni jasuslik qilishga majburlanganligi oshkorlandi. BBC Türkçe bölümünün xabar qilishicha, WhatsApp uchurlari va Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi bilan bo'lgan suhbat xotirlarida hukumat doiralarining muhojiratga boshqa Uyg'urlar haqida uchurga erishish uchun pul yoki Xitoy lagerlariga qamalgan oilasidagilar bilan aloqalashish fursati va'da qilganligi ko'rsatilgan. Xabarda Turkiyada 30 mingdek Uyg'ur yashaydiganligi va ularning ko'pinchisining qochib chiqishga majbur bo'lganligi ilgari surilgan. Javlon Shirmahmad nomli 29 yoshlik Uyg'urning aytishicha, 2011-yili Javlon oliy maktab o'qituvchisi sifatida Turkiyaga kelgan bo'lib, 2016-yili oxirgi qatam Sharqi Turkistonga borganda Xitoy maxfiy xodimlari uning bilan ko'rishishni talab qiladi va Turkiyaga qaytgandan keyin aloqalashib turishni aytadi. Bu gazetning ziyoratini qabul qilgan va ismini oshkorlashni xohlamagan boshqa Uyg'urlarning bildirishicha, Xitoy xodimlari ulardan Turkiyadagi Uyg'urlar haqida uchur berishni talab qilgan. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan zulmiga doir yangi uchurlar o'ttirg'a chiqmoqda. Sayragul Savutbay ismli bir o'qituvchi va doktor kitobida Sharqi Turkistondagi musulmonlarning ulug' kunlarda cho'shqa go'shi yeyishga majburlanganligini bayon qildi. 2 yil jazo lagerlarida tutib turilgan va qo'yib berilgan Sayragul Savutbay kitobida jismiy, jinsiy parakandichilik va majburiy tug'mas qilib etish qatorliqlardan boshqa musulmonlarning yana qanday xo'rliqlarga uchraydiganligini bayon qildi. Sayragul Savutbay tushuntirib mundaq dedi. Bo'libmi juma kuni Uyg'urlarni cho'shqa go'shi yeyishga majburlash uchun tanlandi. Bolalar bo'lsa yeslilarda haqsiz tomoq nomida cho'shqa go'shi yeyishga majbur bo'ladi. Xabarlarda Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zakirning 2019-yili 11-oyda avtonom rayonini cho'shqa baxmachilik bazasiga aylantiramiz deganligi, lekin Uyg'urlarning buni turmush usulimizga xiloflik deb qarayotganligi ta'kidlangan. Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongqing shahrida 18 ishchi bir qonunsiz ko'mir kenida karbon oksid gazidan zaharlanib o'lgan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, to'nugun shu yer vaqti soat 17 da qutqizish xodimlari Chongqingning Yongchuan rayoni Diaoshidong ko'chasidagi ko'mirkonda uskunlarni bo'shatayotganda 24 ishchi karbon oksid miqdorining o'rilishi sababidan qopsilib qolgan. Doiralar qutqizish xizmati natijasida qopsilib qolgan va gazdan zaharlangan ishchilardan 18 nafarining qazo qilganligini e'lon qildi. Doiralar bu konning 2 oy ilgari taqalganligini e'lon qilgan. Bundan burun 9 ishchi 9-oyda Chongqingdagi Songzao ko'mir konida karbon oksid miqdorining haddidan ziyoda oshib ketishi sababidan o'lgan. Egilanishicha, Xitoyda har yili konchilik kasbida yuz bergan hodisalar sababidan 5 mingdan ortiq odam qazo qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 4-dekabr bayonot e'lon qilib, qo'rqitish yoki tahdidlash vositalarini qo'llangan Xitoy Kommunistik partiyasi birliksa bo'limi xodimlariga viza cheklamasi yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. U bayonotida Xitoy Kompartiyasi birliksa bo'lim xodimlari chet el tashkilotlarini mablag' bilan qo'llash orqali kommunizm tashviqoti qilyotidi. Shundaqla Xitoy siyosatiga qarshi turganlarni qo'rqitib bo'za qilyotidi deganlarni bildirdi. Mike Pompeo bayonotida o'zining viza cheklamasini davomli yurgizib, xalqaro nizomga xiloflik bu xil harakatlarning Amerikada qarshi e'linmaydiganligini aniq ifodalaganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi buning oldida Xitoy Kompartiyasi a'zolariga va ularning oila tavobatlariga viza cheklamasi qo'yadiganligi, ularning sayohat vizasining 1 oy bilan cheklanadiganligini e'lon qilgan edi. Xalqaro futbolchilar birlashmasi 2021-yillik klub dunyo lo'ng'isiga Yaponiyaning sohibxonlik qiladiganligini e'lon qildi. Xalqaro futbol birlashmasi e'lon qilgan bayonotida ilgari Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan Wuhan virusi yuqumi sababidan kechiktirilgan bu musobaqaning 2021-yili 12-oyda Yaponiyada o'tkazilganligi bayon qilingan.